Kameraga sizlar bilan birgalikda Mr. Big X kanalida bugun videorolikda sizlar bilan Minecraft One Block modini o'ynab ko'ramiz. Va albatta sizlar videoga like bosib, kanalga обязательно obuna bo'lishni esingizdan chiqarmanglar. Videolarim prosmotriga o'tdi ko'rsatyapman, lekin like'lar juda ham kam va like'larni bosib qo'ysanglar, может быть bizda ham videolarimiz 20 ming 30 ming prosmotr olib, like'larimiz 1000 ga yaqin like yig'adi degan umiddaman va men unda boshladim. Xo'sh, what the fuck? Voy, nimaga men tushib ketdim? To'g'risi bilmadim. Mayli, po'yna. Yo'q qilaman va endi bemalol forest. What is this forest? Nima u forest? Birodarlar. Biladiganlar bo'lsa yozib ketinglar. Gul. Forest. Lekin gul menga kerak emas. Rahmat. Gullarni обязательно shu narsalarni mana ishlatish kerak buni. Короче, bilmadim. Minecraft unchalik bir ustasi farang bir shotdimi, tushunmasdan. Yorvorayishim, parvarayishim masalan, o'shaning uchun to'g'ri tushunasizlar degan bittaman. Bu tashabba bo'lmasa yana qiziq. Hop, tashlayman. Mana bitta paydo bo'ladi. Nima edi? Never mind. Xo'sh, bularni hammasini hozir yig'ib chiqaman va yig'ib chiqqanimdan keyin harakat qilamanki, kattaroq bir aylanib bilan urishga harakat qilaman. Gap bo'ljimgina. Okey, juda zo'r. Menga shu qanaqadir bilmayman, blok yoqadi. Nimagaligini o'zim ham bilmayman, to'g'risini aytsam. Xo'sh, buni olaman va menga kerak bo'ladigan buni olib, ya'ni nima edi buni nomi? Короче, buni nomi crafting table ekan. To'g'risi nomini ham bilmayman buni. Xo'sh, men bularni hozir soch juda ham zerikarli bo'ladi. Bilmayman qanaqadir bir sal o'rtalarga kelganda odam bashara bo'lib boradi. Ora-sirada zombi creeperlar chiqib qoladi, o'shanga ehtiyot bo'lish kerak. Ehtiyot bo'lsanglar, ehtiyotinglarni qilib qo'yadi garchi. Okey, endi buni yasasam va hammasini yasab olsam, qolgani chiqadi taxta nasib bo'lsa. Xo'sh, mana taxta chiqdi. Taxtani olaman. Обязательно bitta kirka bilan bitta bolta yasab olmasam bo'lmaydi. Ya, qolgan narsalar, lapatkalar, boshqa narsalar bo'laveradi. Birinchi navbatda shu kirka bilan boltani yasab olish shart va zarur. Xo'sh, buni olaman. Va bu. Всё. Bo'ldi. Soatiga million kilometr tezlikda qazib ketamiz bu yerda. To'g'risi bu menimcha, meni o'ylashimcha 3-chi bomba blokim. Chunki shunchasi yoqmadi. Bittasi bir 19 versiyaniki, ikkinchisi qanaqadir bir eskiroq, o'shaning uchun yangisini topishga harakat qildim va mana topdim. Hop. Qo'yib chiqsam. Okey. Okey. Gap yo'q. Tezroq bitta daraxt chiqsa, daraxt ekardik. Va padarka ichidan chiqadi bir ikkita narsalar, o'shalarni olib olardik, короче. Xo'sh. Okey. Men unchalik ko'p gapirib o'tirmayman, to'g'risi. Video qanaqa chiqadi, to'g'risi qiziq emas. Chunki tabiatan kam gapman. Menga bilmay yoqmaydi.
Ko'p gapirgan odam to'g'ri o'g'lim. Urib o'ldirib qo'ygan ish ko'p gapiradiganlar. Hozir kommentariyamga millionta odamga nima boqqani barobar tiramani kirib. Ovozim o'zimga yoqmayapti. Qanaqa ovozim bir kichkina ovozini beryapti. Juda. O'sha ovozimni sal to'g'irlashim kerak. Farqi ham yo'q. Agar video qiziqarsiz zerikarli yo'q qolib chiqsanglar qiziq emas. Bo'ldi, yetadi qum. 25 ta qum bo'lib ketdi. Karol tasavvurdan 25 ta qum. 2 marta qoplab olsam bo'ladi u tarafni. Bilasizlar? 2 marta. 1 kuru, 2 kuru. Hozir cho'chib turibman. Ya'ni shubhalanib turibman. Hozir qazisam, yana qazib tajazamda. Mana bu tarafdan zombichalar, creeperchalar chiqib qoldi. Juda yomon. Shu very dangerous deydi, very dangerous. Okay. Mana bu taraf normalniy bo'ldi, bagashda. Va bu tarafni yana qarshi qazsak, ya'ni qazisam hamma narsa zo'r bo'ladi, qoladi bo'lsa. Katta qovoq bo'ldi, hozir qovoqni ekaman. To'g'risi qovoq nega kerak hayronman. Qovoqda ham eksa bo'ladi, lekin Minecraftda hech bir ko'rmaganman qovoqni yegan odamni. Okay. Buni qazursa bu dastur 1 sentgacha chiqib ketadi, 1 stackgacha chiqib ketadi bu. Ustidan hozir yomg'ir ham yog'ib turibdi, moblar chiqadimi, chiqmaydimi degan savol bor. Chunki ikkita mod o'ynadim Van Block. Orasidan ikkalasidan ham zombi chiqdi juda. Tamam. Hozir creeper bilan zombi chiqib qolsa ya o'ldirishadi mana. Yo'q, dahshat bo'ladi. Xo'p, qadarga chiqdi. Qovoq, sabzi. O. Yana shuni olaman. Mana cho'p. Hozir sanduqlarni so'katga tortdilar. Qaranglar, mana bu sanduqni mana tarafga solib qo'yish kerak. Hozirchalik pakabaga kerak emas. Bu salni turib qoldi. Yejman. Mayli jo'ra. Kesin chiqdi. Hali bitta ham anaqa chiqqani yo'q. 1 stackdan oshib ketdi. Unda sorposdan 1 stack hozir. Bemalol bu territoriyamni va bu tarafga albatta bu tarafga ham bu taraf mayli jo. Hech qo'rqishga mas'ul ekan. Mana shu mob chiqib qolsa, hozir meni o'ldirdi. Shuncha resurslarim yo'q ketadi. Hozir mana bu tarafga ham kezaman, mana bu tarafdagi ham kezaman. Bu mana bunaqa sanduq, nima deyiladi buni, to'g'risi bilmayman. Biladiganlar bo'lsa kommentariy yozib ketinglar. O'sha sanduq yo'q bo'lib ketsa, hozir men taxta ham bor, taxtalarni ham bir maydalatib kestirib olaman. Juda pastni, juda slishkim.
Po'zna bo'ladi. Слишком поздно. Okey, gap o'zimda. Почти bir sotuqli joyni yaratib qo'ydim уже. Как раз menga hozir kerak. Hop. Balki. XP'lar chiqib ketdi. XP qanaqa darajada ko'p bo'ldi? Qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi to'g'risi. Hozir bir stakdan oshib ketadi katta ehtimol bilan. Bilmadim, bir stakdan oshib ketsa kerak. Ham tugadi o'zi. Sinib ketdi. Bir stak ham chiqmadi. Bilmadim. Pofik. Voy, nega buni yasadim? Nega buni yasadim? Bilmadim. Ko'rib turibsizlar o'zi, juda ham ko'p chiqib ketdi. Shunaqa gaplar. Men bu bolta bilan buni anaqa qilsam. Gap yo'q. Молодцы, чётки, barakalla, well done bro. Buniyam. Va bularni ham boshqa mod, bilmayman qanaqa modlar bor. Bunaqa horror mod skajat qilmayman hayotda. Chunki yolg'onsizlar ham, iltimosizlar ham to'g'risi yuragim o'zimga kerak. Boshqa bir horror o'yin bo'lsa, mayli Minecraftdagi horror modlar juda qanaqa strashni, juda bir qo'rqinchli bir bo'lmaydi. Yozib o'tirmaylar. Ovozim o'zim yo'qligiga to'g'ri. Mayli keyingi videolarda ovozim sal bo'lsa ham zo'rlab gapirishga harakat qilaman. Sizlarni. Qumam tugamaydi, bizga berib ham tugamaydi. Charchamadim. Ammo bir stakdan oshib ketdi hozir. Mana shu 2 stak bo'ladi yaqinda. To'g'risi ham. Ya qo'y. Oy. Hafifga tushib ketma. Tushib bo'lasana bo'ladi. Kravati yo'q. Kravat bu tirik kravat. Tirik kravat. O'ziga men bu boltamni ham joni ketgan yericha o'ziga narsalarni sekin chopishi, daraxtlarni sekin chopishi, maydalashi boshlab. Menga jo'natib yuribdim. Water, muz, kartoshka, daraxt, va bitta yana daraxt. Yaxshi. Gap o'zimga emas. Hozir bitta underground. Boshqa round. O endi sekin просто tosh chiqdi. Yana tosh. Temir. Stop. Bu yog'i yo'q. Chiqdimi? Menga bu kerak hozir. Mash kerak. Va bo'ldi. Bemalol majoladan bo'ladi. Ko'mir gap bo'shunga emas. Yana tosh, temir gap bo'shunga emas. 3-raundda bir kuchli gap chiqadimi deyman ya. Ehtimol kuchli gap chiqadi. O'zi invertarimda joyim qolmadi. Men hammasini olib chiqibman.
Oshcha menga kerak emas, to'g'risi. Hozir men bu urug'lar kerak bo'ldi. Men urug'larni olib qolaman. Обязательно temir kerak. Men bu muzda ham yarataman hozir. Va bu ko'mir hozir keroq qilib qo'yaman. Go'sht. Daraxt hozir eksam, buni hozir toshdan asayman va ancha bo'l. Va endigi navbat bu va qilichga. Chunki qilichni yasash kerak. Mana. Kerak emas. Hop. Kerak, buni bu yoqqa qo'yib turay hozirchalik. Va всё. Tosh bu yoqqa qo'yaman. Tak. Daraxtlarni ekib chiqilgan daraxt menga juda kerak hozir. Первый o'chirtdi. Oho, так, gap yo'q. O'shanda pogнали, endi нормальный resurslarim bo'ldi. Yana ko'mir, gap yo'q. Tosh. Yo'q. Ko'mir. Temir. Может, olmadan chiqib qolar. Yana bilmadim. Bu temir yeshu. Kastrolichi. Gap yo'q. Просто gap bo'lishi mumkin emas. Va let's go qilishni boshlaymiz yana. Bir stak chiqdi, rescue yuqori oraman. Realni aytaman, bir stak chiqdi. Faqat bir stak chiqdi bo'ldi, xolos. Keyin bir stak chiqadimi? Da, chiqadi. Bemalol o'ynab kulib chiqaradi bir stak. Bular hali o'sgani yo'q. Uchi. Naborot tezlab ishlayapti hozir o'zi. Xo'sh, endi men ko'mir yasashim shart. Ko'mirni betga qo'yaman. Давайте tarafdan men olaman-da. Sanduq bor joyga qo'yib qo'yaman. Hoppa, bo'ldi chotki. Va buni bunga qo'yaman. Bunga qo'yib qo'yaman. Nariyoqqa qo'yaman buni. Ham kelaversa bo'ladi. Buni betga qo'ysam, hozir yana bitta sandiq chiqdi. Shuni ham birga qo'shib qo'yaman. Xo'sh. Temirni hozir eritib olaman. Temir erib olgandan keyin fakil yasayman va fakilni to'xta uka, urmayman. Temirim eridimi? Ikkitasi eribdi. Va hozir bitta kirka yasayman. Chunki kirkam sinib yaxshi ketadi. Va o'shaning uchun stop. Ana, olib qo'yaman, bo'ldi. Endi creeper chiqib qoldi. Bo'ldi, ana shu topildi. Mana bu eraversa hozir bitta kirkani yasaveraman. Bo'lamas bu. Okey, va endigi navbat realni endi kirkaga. Bu kirkani singicha ishlataman endi. Chunki temirni hozir risk ishlatmasam kerak. Mana nihoyat. Orada berib qo'y. Bo'ldi, bu yog'iga tosh. Bu menga nimaga bu kerak?
Nimagadir ishora beryapti degan bu. Cho'ta, nimagadir ishora beryapti. Mana hozir bitta reskiy paklayaveraman, gap yo'q. Endi bu tezlikda pastlashidan deydi. Oy. Oy, yana temir chiqdi. Barakalla, bro. 6 ta bo'lsa, endi sekin bu yog'iga qilich bilan bolta yasaveraman. 4-inchisi, 5-inchisi va 6-inchisi. Gap bo'lishi mumkin emas. Hamda eshov bor aytgancha bemalol hammaga yetarganda endi. Xo'p, mana daraxtdan o'sibdi. Bu daraxtlarni hozir sindirib olsam, keyin daraxtdan yasayman. O'sha endi bitta bolta yasaymiz albatta. Va bolta uchun menda yetarlicha temir bor. Gap bo'lishi mumkin emas. Buni singicha ishlataman. Ko'mir chiqdi. Молодец. Va bu yog'iga narsalar chiqaveradi. Temir gap bo'lishi mumkin emas. O'tanga ming rahmat. Rare chest. Oh shit. Gap bo'lishi mumkin emas. Yana timur 5 ta oltin berdi. Buni bu yoqqa qo'yib beraman. Just 1 second. Oy. Chotki bo'ldi hozir. Buni g'ariba hozir. Mana hali to'lgani ham yo'q. Давайте shunga sotib turamiz. Ham bu narsalarni такой sotib turib, menga hozirchalik kerak emas, bu kerak обязательно, bu ham kerak emas. Bu ham kerak emas. Uni qo'yib qo'y, yana creeper har ehtimolga qarshi-da, men bular kerak to'g'risi. Bularni ekib qo'yaman hozir, realni aytaman, ekib qo'yaman. Xo'sh, buni singicha ishlataman. Buni pakaman, bu ikkalasini pakaman qo'yib tura qoling. Xo'sh, qancha bo'ldi? Buni keyin buni bu yoqqa go'shtlarni ham pishirib qo'yay. To'g'ri aytdim, to'g'ri. Gap bo'lishi mumkin emas. Hozir reski go'sht qo'raman. Va bu yoqda menga kerak bo'ladi. Nima kerak bo'ladi? Albatta buni bundoq qo'ya qolay. O'z bitta temir kerak bo'ladi va bitta lapatka kerak bo'ladi. Qilich kerak emas, o'sha misr bu. Yo, to'xtaylar, buni ham olib qo'ying. Tushib ketib qolsam kerak bo'lib qoladi. Xo'sh, endigi navbat. Xo'p, ish bo'ldi. Buni ham qo'yib qo'ysam va endi qaranglar. Mana shu tarafdan sekin nima yasab qo'yaman. Такой manda qo'ysam va O'ldirsa yetadi va bundoq
bundoq qo'yib chiqaman. Mana bo'ldi chotki. Va men bitta narsa eslashim kerak edi, esimdan chiqib ketib qoldi. Xo'sh, mana shu bittani yana narsa bor edi. Kerak, prosta kerak. Lab ketmon yasaymiz, ketmon bilan tago'yi keyin bitta vakiljon ham yasayveramiz. Xo'sh, bu yoqqa. Okey, mana bundan bitta va bu chotki. Va еще chotki. Mana bu taraflarga sekin qo'yib ketaveramiz. Xo'sh, ну давай mana shu tarafga daraxtlarni eksam. Mana qancha bo'ldi, to'g'rimi? Va bundan подожди. Bitta ketmon kerak menga. Va bo'ldi. Qo'yaman temirlarni, mana bu solib qo'yaman. Xo'sh, endi mana shu tarafdan sekin taqib mana hop. Hoppa. Endi ke. Okey. Okey, good. Xo'sh, hattan lavlagini urib. Давайте mana shu tarafdan yana mana shu tarafni kengaytirib qo'yaman, chunki tarafdan o'tish kerak. O'tganda ham cho'tga o'tish kerak. Tiqilib qolmasdan, boshqa qilmasdan o'shani inobatga olib, mana shu tarafdan kengaytirib, огородni kengaytirib qo'yganim 1000 marta yaxshiroq. Oppa. Amerika, Yevropa. Good. Ja. Hech Schnapt. Gap bo'lishi mumkin emas. Xo'sh. Mana bundoq qilaman. Bu tarafga ikkita yeyman. Va buni ikkaliga taqaman tarafga ekaman. Endi bu tarafni ozroq kengaytirib olsam. Va shu bilan video ham tugar ekan. Okey. Xo'sh. Tak вот. Mana taraf hozir yoritib chiqay. Okay. Well done. Yana nima qoldi? Sazini shunda tiraman, bu kachkan qolib ketibdi. Все. Chotki motki. Короче, sizlar bilan hozirchalik Mr. Begex kanali bo'ldi. Keyingi videorolikda harakat qilaman bu tarafga ham kengaytirib, tagoyizlar qilishga. Sizlar bilan hozirchalik xayrlashmayman. Keyingi videorolikgacha ko'rishguncha xayr deb qolaman. Всем пока.